Doktor, bolam yaxshimi? Operatsiya yaxshi o'tdimi? Oyisi bolasini 3 kundan beri. 3 kundan beri qorni og'riyotdi, dori beruvdim. Nima dori berdingiz? Bilmayman, internetda reklamada ko'rgan dorini Siz berdim. oyisi. Bizga berilgan ma'lumotlarda aytilishicha, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilinayotgan dorilarni o'zboshimchalik bilan farzandlariga bergan ota-onalarning aybi bilan jarrohlik stoliga yotqizilayotgan bemor bolalar soni ortib bormoqda ekan. Xuddi ana shunday bemor bolalardan birining jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotganini biz ham o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ota-onalarda o'tkir apendis haqida to'liq tushuncha yo'q. Juda ham kuchli og'riq bo'lish kerak degan ma'noda kelishadi. Aslida bo'lsa o'tkir appendisitda bolalarda ham kichik yoshdagi bolalarda o'tkir og'riqlar bilan davom etishi mumkin. Lekin 7-12 yoshdagi bolalar orasida eng ko'p uchraydigan chastotada bularda simillovchi og'riqlar bor. Ya'ni qorinning yuqori qismida og'riq bo'ladi, 1 va 2 marotaba qusish bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana shu holatda ota-onalarni ko'pincha adashtirib qo'yadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatiladigan kuchli og'riq qoldiruvchi dorilarni o'zboshimchalik dori berishni boshlaydi. Og'riq qolishi mumkin, lekin ichkarida qorin bo'shlig'ida yiringlik jarayon davom etaveradi. Bu o'tkir appendisni og'ir holatda, ya'ni yorilib ketish, unda qayta yana asoratlar, turli xil jigar ostida abseslar, ichaklar orasida abseslar yo bo'lmasa chandiqli ichak tutishlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu holatlar ko'pincha bolalar nogironlik holatigacha ham olib kelishi mumkin. Farzandim dardiga darmon bo'lsin deya o'zboshimchalik bilan hech qanday dorini shifokorning maslahatisiz farzandingizga bera ko'rmang. Aks holda sizning bilib bilmay qilgan bu mehribonligingiz bolajon uchun qimmatga tushishi mumkin.